Sizda allergiya bor va siz bu qoidalarga rioya qilsangiz bahor mavsumini yaxshiroq o'tkazishingiz mumkin. Bahor kelganda gullar ochiladi va insonlarning kayfiyati ko'tariladi. Ammo allergiyasi bor bemorlar uchun bu mavsum xavfli bo'lishi mumkin. Agar sizda allergiya bo'lsa, ushbu 3 ta qoidani yodda tuting. Ertalab va shamolli paytlarda ko'chaga kamroq chiqing, chunki shu paytda havo tarkibida allergiya chaqiruvchi changlar yuqori darajada bo'ladi. Keyingi qoida: ko'chadan kelgach kiyimlaringizni darhol almashtiring va yuz-qo'lingizni yuving. Bu allergenlarni uy ichiga kirmasligini oldini oladi. Va uchinchisi, dorilarni faqat xuruj vaqtida emas, shifokor belgilagan tartib asosida qabul qiling. Chunki kasallikni oldini olish davolashdan ancha oson. Agar bu qoidalarga amal qilinmasa, tumov kuchayadi, ko'zlar qichishadi, yoshlanadi, yo'tal kuchayadi, hattoki bronxial astmaga ham olib kelishi mumkin. Bahorni qiynalmasdan, xotirjam o'tkazishni istaysizmi? Unda tekshiruvdan o'ting va o'zingizga mos, to'g'ri davolash rejasini oling.